Shoshilinch yangilik: O'zbekistonda ayrim fuqarolarga 30 million so'mgacha bir martalik yordam puli berilishi mumkin. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Bu bir martalik katta moliyaviy yordam bo'lib, ma'lum toifadagi odamlarga ajratiladi. Yangi qarorga ko'ra, ushbu yordam puli maxsus dastur asosida beriladi va unda ishtirok etish uchun aniq shartlar mavjud. Ya'ni, belgilangan talablarga javob bergan fuqarolar bir martalik 30 million so'mgacha mablag'ni qo'lga kiritishlari mumkin. Ammo e'tiborli bo'ling, har kim bu yordamni ola olmaydi. Barcha shartlar to'liq bajarilishi kerak. Siz bu haqda nima deb o'ylaysiz? Shunday yordam puli sizga kerakmi? Like bosing, kanalga obuna bo'ling va so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lib qoling va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Barchaga rahmat.